qarangki, o'tganlarning haqiga yaxshiligini birinchi toifasi, birinchi yaxshiligimiz shu duo bilan. Ikkinchisi deydilar, Qur'on tilovat qilish va savobini bag'ishlash. Bu ham shunga o'xshash. Qur'on aslida zikr, Qur'on aslida duo. Zikr qilamiz, Qur'on tilovat qilamiz, nima qilamiz? Orqasidan duo qilamiz albatta. Ya'ni Qur'on zikri deydilar ulamolar, alohida bittasi yaxshilik. O'tganlarimiz haqqiga yaxshilik, alohida yaxshilik, ikkinchi yaxshilik bu. Yaxshilik qilishni xohlaymizmi? Qur'oni azim musha'anni tilovat qilaylik, xatm qilaylik. Qanchaga qodirmiz? Qaysi birimiz boshidan oxirigacha tushiramiz Qur'onni. 30 porani o'qiymiz. Qaysi birimiz 1 pora, qaysi birimiz 5 pora, qaysi birimiz 10 pora, farqi yo'q. O'sha 5 porani otamiz, onamiz uchun, o'tib ketgan bobo buvimiz uchun, yaqinlarimiz uchun bag'ishlaylik. Mana siz bizning yaxshiligimiz, o'tganlarimiz haqiga. Ikkinchi yaxshiligimiz.